Qarang, bu juda ham ajoyib she'r. Agar bunga yaxshi amal qilsak, shoirning she'ri kabi bu she'r asli Imom Shofiy rahimahullohning she'rlaridan juda ham bir ma'nolik, insonga bir hayotda qanday yashashni o'rgatadigan bir she'r. Biz tarjima qilsak bilamiz inshaalloh. Qarang. Lamma afawtu wa lam ahqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi la adfa'a ash-sharra anni bit-tahiyyati. Men dedi shoir. Odamlarni kechirib, afu qilib, qalbimda biror bir kishiga nisbatan gina qudrat qolmagan paytda arohtu nafsi, nafsim tinchlandi dedi. Nimadan? Min hammil adawati, birovga yomon ko'rish, birovga dushmanchilik qilish dardidan qalbim orom oldi. Masalan, birovni yomon ko'rasiz, vallohi ey Allohim, sen guvohsan, men kechirdim denta. Shunday sokinlashasiz, mazza qilasiz. Dushmanchilik birovga gina qudrat saqlash juda qattiq azob. Ba'zilar masalan katta masalan Alloh saqlasin, ba'zi bir yaxshi solih inson deganlarimiz ham kechira olmaydi-da. O'ziga qilingan bitta haqoratni umuman kechira olmaydi. Bittasi o'tirib ko'rishibdi, olim bilan bo'ldi, endi kechira olmaydi uni. Bu kibrga borib qoladi. Bu kibrga taqalib qoladi. Yoki birontasi borib ziyoratini qilmasa bo'ldi. Bu qalbiga shundagina qudratni olib keladiki, endi u o'zini ezib, o'zini yo'q qilishdan boshqa narsa emas. Shuning uchun ham inson ko'ngli ochiq bo'lish kerak. Yana qudratni odamlar masalan sizga haqoratlar, so'kinishlar, g'iybatlar qiladi. Shu paytda kechirib yuboring. Shunda dushmanchilik, shunaqagina qudrat g'amidan qutulasiz. Shunday xotirjam bo'lasiz. Inni uhayyi aduwi, qarang. Men dushmanimga ham uni ko'rgan paytda salom beraman. Sabab nima? Salom bilan mendan yomonlikni daf qilishlik uchun. Salom beraman unga, chunki salom bilan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb o'zingiz yomon ko'rgan yoki sizni yomon ko'rgan odamga salom berib borib ko'rishsangiz, chiroyli tabassum yuz bilan. Haligi salom o'rtadagigina qudratlarni, g'azab, bir-biri bilan kelishmovchiliklarni yo'q qiladi. Va ulhiral bishra lil insani ubghiduhu kama in qad hasha qalbi mahabbati. Men insonga, shu men unga g'azab qiladigan odamga chiroyli tabassum yuz bilan, xuddi qalbim to'la unga muhabbatdek ko'rinib, unga nima qilaman? Salomlashib borib ko'rishaman. O'zingiz yomon ko'rasiz yoki u sizni yomon ko'radi. Siz unga chiroyli tabassum bilan borib ko'rishingiz, u bilan salomlashishingiz ana shu o'rtadagi gina qudratlar ketishiga sabab bo'ladi. An-nasu da'un wa dawa'un nasi qurbuhum wa fi i'tizalihim qat'ul mawaddati. Faqat odamlar bilan bo'lib qolish bu dard. Lekin ularga yaqin bo'lishlik marhamat. Bu boshqa nimalarda wada'un nasi qurbuhum. Odamlar o'zi dard. Ular bilan birga bo'lsangiz, sizda masalan yo'ldan adashtirishi mumkin, yomonlikka undashi mumkin. Xullas kalom, ko'p insonlar dard. Lekin odamlar bilan yaqinlashish uni davosi. Yaqinlashmay qo'ysangiz ham bo'lmaydi. Yoki odamlashish, ularga o'ta ham yaqinlashib ketishlik undan-da dard degan ma'no ham kelishi mumkin. Agar ikkinchi bayt olsak, masalan an-nasu da'un wa da'un nasi qurbuhum desak. Bu yer lekin bizning kitobimizda da'un